Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli hamyurtlar. Mana bugun eksperiment hisobiga shagird bola mana tutluga bak chiqarmay turgan kuygan ekan. Mana bakini qarang, yangi chiqarib turganini hozir boshqa solishtirib beraman. Mana yangi chiqqan sezilib turibdi. Hozirga sharbatdan quygan edi. Mana bitta bakalashgan belga qo'ygan. Yangi chiqargani aniq bo'lib turibdi. Mana xudo xolisi ko'rsataman mana sizlarga. Mana oldingi bundan oldingi voqlik kunlarini bak chiqarganlar mana mevasini ham pishirib turibdi xolisi. 15 kun bo'pti, quyib ketgan ekan, ishga ketib qoldi Samarqandga. Hozir o'g'lim bilan gaplashamiz. Mana narisini ko'rsatay mana. Narisi meva tuyib turibdi. Hozir hovlida ham bor ekan, hovlidani ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu ham mevasini tuyib turibdi. Uni birinchi ko'rsatganimiz yangi bash chiqaribdi. 45 kun bo'lib qolibdi. 10 kunda bildiribdi. Hozir sharbatdan ham olib kelamiz, xudo xolasa. Mana sezilyapti. Uncha ko'z yosh ko'rmay qoldim ham sezadi ha buni. Yaqinlashtirib ko'rsatib beraman. Mevasi ham tayyor bo'lyapti. Ular pishib bo'ldi. Kecha bash chiqqan ha. Siz guvoh bo'lib qo'yasiz, dadangiz uni. Dadasi ishga ketib qolibdi. Ismingiz nima edi? Dilmurod ekan mana. Yuring ichkaridan ham uzmasdan ko'rsatamiz. Bular odamlarga ko'rsatmasang ishonmaydi. Hozir hovlida ham bitta qolgan ekan. Sizlarga ishonmaganlarga ham ishontirish uchun bu eksperiment hisobiga quygan ekan o'zi. Hozir Samarqandda turib telefon qilyapti. Shagird bola. Mana yonda olganda bu meva sotibdi. Hamma mevasi shuna pishib ham turibdi mana. Qizarib. Hammasi ko'rmayapti mana. Qani eksperiment hisobida ketman olib kel, ketman. Tani sal uyga chiqmasa bo'lmaydi. Mana shuni hozir quyamiz. Ketmanni sayyormas ekan. Mana dash chiqargan yo'q. Bugun 31-may 2026-yil. Kecha bo'xtir suv qo'ygan ekan buni. Xudo xolasa 5 kundan keyin bunisini ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Buni hozircha isbotlangan. Isbot uchun xalqqa. Narsa ham o'zi isbot bo'libdi-yu, quyganini ko'rsatmaganmiz, buni hozir quygan tayyorlab qo'yganmiz. Mana sharbatda hozir 20 litr olib keldik. Yangi ko'chatlarga faqat 1 litr quyiladi. 1 yillik ko'chatlarga. Qani bunga o'ytyapti 3 litrni quyib yuborganman deyapti. 3 litr quygan bo'lsa bilmayman endi. 1 litrdan oshiq quyib bo'lmaydi. Kuydirib qo'yishi mumkin. Bugun 31-may 2026-yil. 18-yil 17-kuni kuygan ekan buni. 15 kuncha bo'lib qoldi. Salomatchilik bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, ishonaveringlar og'aynilar. Har bitta narsaga ijobiy ta'sir qilyapti xolos. O'zini ko'rsatib qo'ying, salomat bo'ling og'aynilar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ishonaveringlar. Hamma narsaga foydasi tegyapti. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli hamyurtlar. Sog'ligiga beparvo bo'lmagan insonlar. Mana bugun 18-iyun 2026-yil. Mana shu ko'rsatganmiz mana. O'tgan safar chislo esimdan chiqib qoldi. 31-may kuni edi bu videoni ko'rsatganimiz. Mana undan oldingizda chiqqan, dak chiqqan edi. Buni biz eksperiment hisobida ko'rsatdik. Mana undan oldingi chiqqan. Bunga solishtirganmiz, eslangda bo'lsa. Video qo'shaveramiz, ikkovini bitta qilib ko'rasizlar xudo xolisa. Mana buni mevasi pishib bo'lgani, buniki ham pishib bo'libdi boshda. Kech qolganda bu mana ichkarida xudo xolisa ko'rsatamiz. 31-may kuni quyuvdik, akangiz aytganmiz sizga Mustafa. Videoni ustiga qizil to'q qilasizlar mana. 31-may kuni ko'rsatganmiz. Mana bunda bash chiqarib turadi. Mana bunga quyamiz dedik. Mana ham pishib bo'lgan mana. Bu haqda bash chiqargan 31-kunda yoki bor edi buni. Mana buniki yo'q edi mana. Mana buniki yo'q edi, mana bash chiqaribdi. Yaxshilab eslaman, bu yashama bahmas mana. Begimiz sharbatini quvvatida bu. Endi shunaqa to'shni ko'rsatmasak, odamlarga quvvatiga ham ishonmaydi. Akasi ishga ketib qolibdi, mana yana ukasi qolibdi. Shagird bola ham ishda. Ha? Ismingiz nima edi? Mustafomidi? Mustafa. Akangizning oti nima edi? Dilmurod. O'tgan safar Dilmurod guvohlab bergan, mana bu safar ukasi. Bugun 18-iyun. Mana isboti bilan mana. Mabodo mana baklashkalar ham turib to'shida. Simka narisiga solishtirsalar bo'ldi.
hal bo'ladi. Quvvat qanchalik bo'lganini bilasizlar. Qancha dori turganlarni tushunsalar bo'ldi hayotda. Men sharbatni quvvat mana shu islamda bo'lsa mana shu quygan to'shib ko'rsatilmaganmiz, mana shunda tanasir bilan paqir turgan edi. Quyganmiz, undan 5 kun oltin o'tkazib, yana tam 1 litrdan quygan, 2 litr bilan mana shuna ahvolga kelgan mana. 2 litr berganimiz quvvatning ta'siri. 2000 so'm pul bo'ladi. İşinselam bo'ldi o'yinlar. Yana o'zim ilishirman. Tashkilotda ko'rishib salomat bo'linglar. Sog'liqlarga qadriga yetinglar. Assalomu alaykum o'yinlar. Hurmatli hamyurtlar. Mana ko'rdilar natijani Xudo xolasa. So'z yekkan odam ham farqi yo'q. Piyoz yekkan odam ham farqi yo'q. Meva yekkan ham farqi yo'q. Mana quvvatni ko'rdilarmi albatta. Shuni qarab ish qilaverasizlar. Biz Abdulla Hojiboyevimiz kanalida ilishirman men. Men shu narsani ixtiro qilib qo'yganman. 3 yil bo'lyapti. Xudo xolasa uzum bog'i borlar, uzum zorini teplisa qo'yardi. Foyda ko'rganidan. Hozir 6 tarixda bitta ikkita mahallasi bo'lib yurgandi, bir 60-70 ta odam hamma narsaga foyda beryapti. Faqat uzum emas, faqat sabzi emas, daraxtmi farqi yo'q. Hamma narsaga foyda beryapti. Men isbotlab qo'ygan kanalga kirsalar 100 taga yaqin video bor. Isbotlab qo'yganman Xudo xolasa hammasini. Shuni qarab ish qilingan o'yinlar. Alishirman, Farg'ona viloyati bo'yida tumandanman. Begimiz men 5 yildan beri shug'ullanyapman. Begimizimiz yomon ko'rsatib qo'ygan odamlar. Biz o'zbek xalqida bunday bor. Bitta biznes qilsang, hamma o'tadidan biznes kasod qiladi. Yomon ko'rsatib qo'yadi. Begimiz zo'r narsa. Odamlar ishonaveringlar. Nimagaki men hamma qaytib o'tib shiralar, hamma 10 tadan boshlagan bo'lsak 9 tamiz qaytib o'tdik. Bitta men qolganman. Isbotlaymiz. Xudo xolasa to'letni bo'lmaga o'xshab ommalashadi bu ham. 15 yil oldin to'letni bo'lmaga ham xuddi shunaqa ahvolga tushgan. Hamma mumkin emas ekan, o'g'il bo'lar ekan, gunoh bo'lar ekan, ming xil gap gapirgan. Mana hozir qaranglar, itmi farqi yo'q. Kim kambag'almi, boymi, oppog'idan yumshog'idan karton bir ishlatmayapti o'sha. Shunga qarab ish qilmoq o'yinlar. Juda katta sensatsionniy natija bu O'zbekistonda Xudo xolasa. Begimiz sharbatini chiqarib qo'ygan, begimiz sharbatiga 17 xil, 18 xil narsa qo'shyapman. Bitta begimiz o'zimdan bundan narsa qo'ymaydi. Bo'ladimi? Begimiz o'zini ham ko'rsatib qo'yganman. Begimiz o'zi ham 11 bir natija ko'rsatib qo'yganman. Pomidorda ko'rsatib qo'yganman, videolarim bor. Tarvuzda 11 rakat taqib qo'yapti. Tarvuzda videom bor. Olchada videom bor, sabzida videom bor, sholida videom bor. Hammasini takazat qilib qo'yganman o'g'inlar. Tushuninglar. Videoga uzib ketsa diqqat qilib qolasizlar. Ishoninglar deb o'zimni ko'rsatay degan edim. Salomat bo'linglar, o'g'inlar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Doridan ehtiyot bo'linglar demoqchiman. Ayniqsa dehqonlar, aholini zaharlab qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.